Hürmetlik vatandaşlık siyemizin devamını anlaysız. Bugünkü sağı 2021 yıl 5. ayının 19. günü. Yukarılık siyenin devamı endi. Mavzumundak. Amerika'da iki partiye mensupları, Devlet Meclisi'nin azaları, Beijing'de ötküzülüdüğün kışlık olimpik murasimini çekleşini çakırık kıldı. Christopher Smith, Amerika şirketleri, etnik yokutuş yani ırk yokutuş elip berivatkan devlette ötküzülüdüğün kışlık olimpik murasimiga yardım kılma dedi. Mavzulu haber 5. ayının 9. günü Amerika vazının Xitaytlı programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Capitol Hill. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi 2022 yılı Beijing'de ötküzülüdüğün kışlık olimpik murasimini cheklashni talab qilib chiqargan chaqiriqlarning darajasi o'rlashga boshladi. Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Beijing'de ötküzülüdüğün kışlık olimpik murasimini diplomatik cheklashni oshkora chaqiriq qilib amaldarlarni avatib musabaqaga qatnashtirmaslikni talab qildi. Devlet Meclisi'de iki partiya mensupları bir avazda Xalqaro Olimpik Komitetiga gap yollab qishliq olimpik murosimi boshqa shaharlarga o'tkazilishi kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, Amerika cheklaydi deb ko'rsatdi. Ondan Cumhuriyetçiler Partisi mensupları Devlet Meclisi a'zolari Amerika şirketleriga qaratib mundaq dedi. Savdo manfaatlar uchun iriq yo'qotish olimpik murosimiga yordam qilma deb ko'rsatdi. Iriq yo'qotish olimpik murosimi hozir Davlat Meclisi'de yangi hukm, yangi siyosiy ibora, yangi siyosiy atash o'tirg'i chiqdi. Esingizda bo'lsin vatandosh. Iriq yo'qotish olimpik murosimi. Yezib oling do'stim daftaringizga. A'zolardan ko'rsatdi. Davlat Meclisi'de iki palata a'zolaridan tashkillangan Tamlantos kishilik huquq komiteti ve Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Meclisi Ma'muriy Doiralar Jungo komiteti haftaning 2. günü yani 5. ayının 18. günü ortak guvohlik berish yig'ini chaqirib Jungo hukumatining Uyg'uristonda kishilik huquqqa tajovuz qilganligi masalasini markazlik muhokama qildi. Hem de kelar yıl 2. ayda meydana chiqadigan Beijing'de o'tkaziladigan qishliq olimpik murosimini analiz qildi. Komitetning o'rtaq raisi Avam Palata a'zosi Chris Smith guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinping uchun aytganda olimpik murosimini o'tkazish azaldan tantarbiyachilarning o'zaro musobaqasi bo'lib hisoblanmaydi. Belki Xi Jinping uchun aytganda bu bir xil huquqdir. Avam Palata a'zosi Chris Smith mundaq ko'rsatdi. Xalqaro Olimpik Komiteti 2015 yılı Jungo'da qishliq olimpik murosimi o'tkazishni qaror qilgan chog'da mayli Jungo hukumati Xalqaro Olimpik Komitetiga kishilik huquqni hurmat qilish to'g'risida qanday va'dalarni bergan bo'lishidan qat'iy nazar bugun bizga o'choq bo'lgani shu bo'ldiki, Jungo azaldan o'zining bergan va'dasini ijro qilgan davlat emas. Chris Smith uzundan beri Jungoning kishilik huquq masalasiga ko'ngil bilib keldi. Jungo'da kishilik huquq masalasi bo'yicha Avam Palata a'zosi Chris Smith Davlat Meclisi'de 71 qatim guvohlik berish yig'ini ochdi. Chris Smith haftaning 2. günü
Devlet Meclisi'de ötküzülgen guahlık beriş yığınıda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın erek yoqtoş cinayetini çekleş ve cazalaş halkara ahd-ı namusunu tılgı alganda mundaq görsetdi. Erek yoqtoş cinayeti ötküzgen bir hükümet cezalanish kerak. Davamını anlayış vatandaş.